Bir oyda 6 kilogrammdan 15 kilogrammgacha sog'lom ozib qaytib semirmaslikni xohlasangiz, unda aynan bu video siz uchun. Videoni oxirigacha ko'ring. Eng zo'r foydali maslahatlarni aynan bu videoda men berganman. Assalomu alaykum. Men Guli Ochlovman. 6 yillik tajribaga ega dietologman. Faoliyatim davomida 20 mingdan ortiq insonlarga sog'lom ozishda va sog'liklarini tiklashda yordam berganman. Aynan mana shu retsept orqali mana 20 mingdan ortiq o'quvchilarim tezroq vazn yo'qotganlar. Bugun bu retseptni sizga bepulga bermoqchiman va sizni tabriklayman. Sog'lig'ingizni o'ylab, ortiqcha vazndan osongina xalos bo'lishni o'ylab, menga obuna bo'lib, shu videoni olish uchun shu yergacha kelganingizdan tabriklayman va bugun men bu retseptni shunaqangi sizga chiroyli menu asosida tushuntirib beraman. Albatta, ertaga уже qo'llashni boshlang. Natija olganingizdan keyin albatta natijani men bilan bo'lishishni unutmang. Demak, bu retsept orqali siz bir kunda 2 kilogrammgacha ozish imkoniyatiga egasiz. Nimaga aynan bu retsept orqali? Bu retseptni tayyorlash uchun bizga maydalangan kivi, maydalangan bodring va chia urug'lari kerak bo'ladi. Mana shu 3 mahsulot sizni metabolizmingizni yaxshilaydi, bir kecha achchiqlaringizdan xalos qiladi, yuzingizni tiniqlashtiradi va ichak faoliyatini yaxshilaydi va qabziyatni oldini oladi. Sizni ichak faoliyatingiz yaxshi bo'lsa, qabziyat muammosidan xalos bo'lsangiz, sizda achchiqlar ham ketadi, shishlar orqali shish ham ketadi va ichki yog'lar erishni boshlaydi va buni evazida siz bir kunda bemalol 2 kilogrammgacha sog'lom vazn yo'qotishingiz mumkin. Ichak tozalansa, ozish jarayoni tezlashadi. Endi bu retseptni tayyorlash uchun nima qiladi? Birinchi navbatda men mana shunaqa konteynerdan foydalanaman, chunki ustini yopib qo'yaman 2 soatga. Menga uyimda shu konteyner bor ekan. Endi bu oldindan maydalangan kivi, mana shu kubiklarga bo'lasiz, konteynerga solasiz buni. Maydalangan bodring, qarang, po'stlog'i bilan kubik holatga keltirganman. Aynan siz ham xuddi shunaqa maydalashingiz kerak bo'ladi. Va bir qoshiq chia urug'lari. Mana bir qoshiq, ko'p emas qizlar. Bir qoshiq solganingizdan keyin buni yaxshilab aralashtirasiz. Mana ko'rib turganingizdek yaxshilab aralashtirasiz. Aralashtirganingizdan keyin qizlar, ahamiyat qarating, aralashtirganingizdan keyin yana bir qoshiq solasiz. Kichkina qoshiqda, katta emas, ko'rib solasiz. Solganingizdan keyin yana yaxshilab aralashtirasiz. Mana ko'rib turganingizdek yaxshilab aralashtirasiz. Aralashtirganingizdan keyin ustini yopib 2 soat qo'yasizlar. 2 soat mana shunday ustini yopib 2 soatga qo'yasizlar. Qizlar, 2 soatga ustini yopib qo'yasizlar. Kamida 2 soat, ko'pi bilan 3 soat bo'ladi. Endi hozir biz syomka jarayonida biz 2 soatga qo'ya olmaymiz, vaqt yetmaydi. Ammo 2 soatga qo'yganingizdan keyin chiyalari katta-katta bo'ladi. Bodring bilan kivi suv berishni boshlaydi. Shunaqangi ta'mi nordon bo'ladi. Keyin bu narsani siz kechki ovqat o'rnida iste'mol qilasiz. Ujin vaqti 18:00 dan 19:00 gacha bo'lishi kerak. Shu oralig'ida mana shu narsani iste'mol qilasiz, boshqa hech narsa yemaysiz. Bu ichaklarni tozalaydi, qabziyatni oldini oladi, ichki yog'lar erishiga yordam beradi, metabolizm tezlashtiradi va achchiqlar ketishni boshlaydi. Endi ertalab uyg'onishingiz bilan 2 stakan suv ichasiz. 2 stakan suv ichganingizdan keyin 30 daqiqadan keyin yana mana shu narsani iste'mol qilasiz va 2 ta qaynatilgan tuxum yeysiz. Agar uyingizda tuxum bo'lmasa, 100 gram tvorog smetana yesangiz bo'ladi. Endi bir kunlik menyuning tartibini sizga tushuntirib o'tyapman. Buni o'zi kletchatka, ichak faoliyatini yaxshilaydi, achchiqlarni yo'qotadi. Buni iste'mol qilganingizdan keyin, ertalab uyg'onishingiz bilan iste'mol qilganingizdan keyin ketidan 2 ta qaynatilgan tuxum yoki 100 gram tvorog smetana yeysizlar. Nonushta qilib bo'ldingizmi? Bitta 0,5 talik bakalashkani olib olasizda, kunlik suv normasini ichasizlar. Tushlikkacha 0,5 talik bakalashkadagi suvni ichib bo'lasizlar. Har 5 minutda, har 10 minutda hoplab suv ichasizlar. Chunki tanadagi achchiqlar ketishi uchun to'g'ri suvni organizmga berish kerak. Tushlikkacha siz 0,5 talik bakalashkangizni suvni ichib bo'ldingiz. Tushlikdan oldin 500 gram suv ichasiz. Uyingizdagi suyuq ovqat, ko'katga boy bo'lgan salat, bir qusoq non iste'mol qilasiz. Bu sizni ideal tushligingiz bo'ladi. Yana tushlik qilib bo'ldingizmi, 40 daqiqadan keyin yana bir bakalashka 0,5 talik bakalashkadagi suvni olasizda, 18:00 gacha har 5 minutda, har 10 minutda hoplab ichasizlar. Xo'sh, kunlik suv normasini shu tartibda organizmga to'g'ri berganingizdan keyin, ujindan oldin 500 gram suv ichib bo'lganingizdan keyin 20 daqiqadan keyin faqat shuni iste'mol qilasiz. Boshqa hech narsa yemaysiz. Shuni iste'mol qilganingizdan keyin
Bu bir kunlik ovqatlanish tartibingiz bilan bu retsept bo'yicha zavtrak va ujin qilasiz. Bugun esa ertalab taroziga chiqasiz. O'zingiz kutmagan darajada taroziga chiqqaningizdan keyin super natijani ko'rasizlar. Chunki bu bergan retsept orqali, kunlik ovqatlanish tartibi orqali sizda bir kunda отекlar ketadi, metabolizm yaxshilanadi, ichaklar yaxshilanadi, qavziyat yo'qolishni boshlaydi va siz bir kunda kamida 2 kilogrammgacha ozish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Kelinglar endi o'zim haqimda batafsil ma'lumot bersam. Men Guli Ochilovnaman, ongli ozish bo'yicha ekspertman. Boyatepada ham o'zimni qisqacha qilib tanishtirib o'tdim. Siz hozirgacha ozish uchun nimalar qildingiz? Keling o'zingizni bitta analiz qilib chiqing. Dori ichdingizmi, kokteyl ichdingizmi, dietalar qildingiz, sport bilan shug'ullandingiz, zallarga chiqdingiz, lekin natija siz kutgan natija bo'lmadi. Yoki deylik siz 5 kilogramm ozdingiz, 10 kilogramm ozdingiz, o'sha vazn qaytib yana o'sha vazni qaytib yig'ib oldingiz. Aynan mana ishlash uslubim, ozdirish uslubim bu ong osti bilan ishlagan holatda ayollarni sog'lom ozishlariga yordam beraman. Chunki bizani boshqaradigan bu bizani ong ostimiz. Biz ong ostimizga nimani ko'rsatsak, shu narsa bizani hayotimizga kirib keladi. Ozish ham xuddi shunaqa. Inson ozish uchun 3 ta narsaga tayyor bo'lish kerak. Ongan, ruhan va jismonan. Agar siz o'zingizni 3 ta narsaga tayyorlamasangiz, dieta qilasizmi, ozish uchun juda ham ko'p yo'llar bilan harakat qilasizmi, u samara bermaydi. Yo'qotgan vaznangiz qaytib keladi. Men 4 oyda 42 kilogramm vazn tashlashga muvaffaq bo'lganman. Aynan ongli ozish bo'yicha o'zimni bilimlarimni, o'zimni metodikalarimni o'zimga qo'llab 4 oyda 42 kilogramm vazn yo'qotganman. Ko'rib turganlaringizdek 6 yil davomida o'zimni qomatimni bir xillikda ushlab kelyapman. Hamma narsa yeyman va meni mijozlarim ham meni kurslarimda qo'shilib, hamma narsa yegan holatda ongli ravishda ozganlar va qaytib semirish bo'lmagan ularda va bo'lmaydi. Nimaga? Chunki insonni semirtiradigan ovqatlarga bo'lgan qo'rquv. Siz ong ostingizda bo'ldi, men bugun shirinlik yedim, endi semiraman degan qo'rquvni ong ostingizda bersangiz, mana shu qo'rquv orqali sizda vazn olish boshlanadi. Siz ongingizga nimani ko'rsatsangiz, shu narsa sizni hayotingizga tezlik bilan kirib keladi. Xo'sh, siz 20 kilogramm ozmoqchimisiz? O'shani hissiyot bilan ong ostingizda ozish men uchun juda ham oson. Men tezlik bilan ozaman va semirmayman degan hissiyot orqali ong ostingizda ko'rsatsangiz, siz tezlik bilan ozishni boshlaysiz. Albatta bu kuchli amaliyotlar bor, kuchli bilimlar bor. Bu bilimlar asosida siz ongli ravishda ozishni yo'lga qo'yib, bemalol ozib qaytib semirmaysiz. Ozib qaytib semirishdan qo'rqadigan, ozib qaytib vazn oladigan ayollar uchun o'zimni 31 kunlik ongli ozish kursimga men inshaalloh start beraman. Agar siz ham men bilan birgalikda hamma narsani iste'mol qilgan holatda terilar osilmasdan ongli ravishda 31 kunda 7 kilogrammdan 15 kilogrammgacha sog'lom ozib qaytib semirmaslikka tayyor bo'lsangiz, unda hoziroq pastdagi havolani bosib ro'yxatdan o'ting va mana ongli ozish kursimga ishtirok eting. Hozir inshaalloh ro'za Ramazon oyi. Ro'za Ramazon oyida ko'pchilik ayollarimiz ro'za olsam ozaman deb o'ylashadi. 90% insonlar ro'za oyida semirishadi. Iftorlik, saharlikda nima yeyishni bilsangiz, o'sha tartibda ovqatlanib ro'zangizni olsangiz, kun davomida energiya to'yinasiz, vazn ham zo'r ketadi va sizda ro'za oyida charchoqlik, holsizlik kuzatilmaydi. Aynan mana shu 31 kunlik ongli ozish marafon, ongli ozish kursimda ro'za menulari asosida ham men inshaalloh bu kursga start beryapman. Agar men bilan birgalikda sog'lom ozib qaytib semirmaslikka tayyor bo'lsangiz, ongli ravishda ozishga tayyor bo'lsangiz, unda hoziroq pastdagi podrobni tugmasini bosib ro'yxatdan o'ting va meni ongli ozish kursimga ishtirok eting.